Nima balo bu qiliq endi? Sochini qilib olganini qarang. Bor kurtkamni joyiga qo'y. Ha, yet joyga qo'y kurtkalarini. Nima taqarti qirqilib yuribsan? Mani qara avtomatim bor edi, qayerga o'sha? Avtomating nima qilasan? Rembo bo'laman dada. Rembo deydi bu. Boshingga bog'lab olganingni qara, Tanso diskodagi Jimmyga o'xshaysan. Jiyaningizga qarang, shimizdagi rezinni olib nima qilgansan? Ayt. Jumongman, komon yasadim. Sog' emas bular, sog' emas. Bor joyiga qo'y. Bu nima qiliq endi? Dada break dance ko'p freestyle qilib chiqaran nima qilib? Yo'qot break dansingni. Biladigan ishni qiling. Dadamlarga tiktonik o'ynagin yoqadi. Tiktonik o'ynash bilaman. Nima balo qilyapsan? Boyka bo'limlarda boyka. Boykang nima balo edi? Kinoga borgan sportsmen. Ventilatorni qanday sindirdilaring menga aytqani? Jumong o'ylab ana buzdada. Aytmayman dedik-ku. Ammo o'zimni televizorda urib buzdi bu. Yo'q, televizor ham buzuqmi? Dada ishonchdan olsak bo'ladi-ku. Ishonchdan? Dada ishonchli kunlarda 4 kun yozda issiq kunlarni salqinlashtiruvchi aksiya bo'libdi. Oho! Zamonaviy sovutgichlar va katta ekranli televizorlar naq 3% chegirmada. 12 talik Avalon konsernlari 7 million 490 mingdan. Yo'q-e? Ana shuni o'zi 12 ga bo'lib to'lashga qo'shimcha ustamalasiz o'zi narxini bo'lib to'lashga dada bitta pasport bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi, olamiz ana shuni. Ha, onasi, nima tez keling? Tinchlikmi? Bunchalik bo'lmaydi-da odam degan. Mehmonni ham izzati 3 kunda. Ayt o'zing. Futbol o'ynayman deb o'ynani sindirib qo'ydim. Ha, urishma bachani, futbol o'ynaysanmi? Ha. Narsalaringni yig'ishtir endi, cho'binglarga borib o'ynaysan. Yo'llaring bosh